Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana quyosh paneli ko'rasizlar. Bitta emas, ikkita quyosh panel baravarga ishlaydi do'stlar. Bu to'rt ko'zli kameramizni ishlatish uchun kerak bo'ladi do'stlar. To'rt ko'zli kameramiz bitta ko'zi, ikkita ko'zi, uchinchi ko'zi, pastdagi to'g'ridagi ko'zimiz 360 ga aylanadi. Odamni o'zi quylab yurib rasmga olib videoga oladi. Ko'zlarini aqaba qaynatiraverasizlar do'stlar. LED chiroqlari bor, ikki tomonlama aloqa bor, kattagina kanali ham bor. Dunyoni istalgan joyidan turib gaplashsalar ham bo'laveradi. Kattagina batareykasi bor. Sim kartaga ishlaydi. Dastavka O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul do'stlar. Xo'p, 32 talik original chip qo'shib beraman doimiydek SanDiskdan, ultrasidan. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, 1.150.000 so'mga baraka olamiz do'stlar. Xo'p, mana shu kamera, 4 ta ko'z, ikkita quyosh panel. Endi qarab turinglar, Jizzax viloyati Do'stlik tumaniga ketyapti. Akamiz zakaz berdilar, mana shu 4 ko'zlidan do'stlar. Aloqaga chiqib ko'ramiz.